Ramazanda ummet millet özgürdü. Ramazanның berkiti hemmeге umum bulup, her yili tekrarlanıp durdu, tügümeydi. Çoğun küçük ummetning hemmesiga yetiş üçün şebnem tamçılardek düşüp durdu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, Ramazan Özgürüş İyidir namlı programımızın 18. halqısı Ramazanda ummet millet özgürdü. Ramazanның berkiti hemmege umum bulup, her yili tekrarlanıp durdu, tügümeydi. Çoğun küçük ummetning hemmesiga yetiş üçün şebnem tamçılardek düşüp durdu. Şunun bilen ummet birlik, kengirchilik, bir-biriga ko'ngil bo'lish ve yaqin bo'lishning zarur ekanligini his qiladi. Ummetning o'zgarish belgilari munolardan iborat bo'ladi. Birinchi, Ramazan oyida ummetning hammasi ro'zadan iborat bo'lgan bir ibodatga jo'g'lashadi. Bu to'g'rida ularning orasida hech bir ixtilof ve farklı qarash yuz bermaydi. Faqat oyni ko'rish yoki ko'rolmaslik masalasida biror kun ilgir-keyinlik yuz berib qilishi mumkin. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: oyni ko'rib roza tutinglar, oyni ko'rib hid qilinglar. Agar havo bulutliq, tumanliq bo'lib, oyni ko'rish qiyin bo'lib qolsa, Sha'ban oyini 30 kun hisoblanglar. Şaban ayının 29. günü dünya Müslümanları ay görüş için tayyor bo'ladi. Bu dünyadaki bazı devletlerden başka joylarda taşınıp ketken bir sünnettir. Bu ularga yetib kelish oldi turgan ayning katta bo'lganligi uchun jo'g'lashish kerak ekanligini his qildirdi. Ikkinchi, bu ayda musulmonlarning ba'zisining tuyg'ularini his qiladi. Boy davlatda yashayotgan musulmonlar o'zlarining boshqa davlat rayonlarida yashayotgan kambag'al, kesel, afet kuchurgan qarindoshlarning ahvoliga qaraydi. Bu qarash ularni musibatga uchragan qarindoshlarning ishlariga ko'ngil bo'lish, ular haqida duo qilishga, yaxshilik va xayr ihsonlarni ko'p qilishga turtki bo'ladi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: "Va fi amwalihim haqqul lis-sa'ili vel mahrum." Ularning pul mollarida saillar va iffatlikidan saillik qilmaydigan muhtojlar huquqqa ega bo'ladi. Yani ular saillarga, muhtajlarga, ihtiyojli kishilarga sadaqa qiladi. Üçüncü, ko'p vaqtlarda Ramazanning namoyandasi musulmonlarga roza, taravih namozi, duo, xatmi Qur'on, zakat, amaliy yordam berish degandek ba'zi ishlarni eslatadi. Ularni bir-birini chingitadigan yemirilmas binoga o'xshash bir ummat qilib shakllantiradi. Mushu ishlarning hammasi bilan millat yoki islom ummati bir o'zgarishni his qiladi. Mustamlikchilar yasab bergan chegara to'saqni sundirdi. Ummat o'z Rabbiga bandichiligini e'lon qilib, mavjudlik, g'oya, elchilik ma'nosida orasini tuzashtirib, hamma qit'a shaharlarda Allohning zikri bilan yuridi. Qandaq bir yurtda Allohning nomi zikr qilinsa, uning atrofini vatanimning markazi hisobladim. Saudiya Arabiston va boshqa xalij qo'ltiq davlatlari dunyoning har qaysi joylaridagi ehtiyojli kishilarga qo'ldan keladigan turli yordamlarni yetkazdi. Ularning turmushining yaxshi bo'lishiga hamdamda bo'ldi. Shuning bilan ular orasidagi qarindoshlik cho'nqurlashdi, aloqa kuchaydi. Alloh taolo ularga yaxshi mukofot ato qilsin. Mana bu qarindoshlik majburiyati iymoniy aloqaning taqozosi. 4. İslam ummati yaxshi ishlarga aldirash uchun tirishib, qaysarlik bilan xizmat qilishning zarur ekanligini, ojiz va o'ringa o'rin yo'q ekanligini his qildi. Alloh taoladan musulmonlarning so'zini birlashtirishini, ularning hammasini bir saf qilishni so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo ulug' muborak Ramazon oyining barkati xosiyati bilan biz chechilib ketgan Sharqiy Turkistonlik muhojir musulmonlarni bir niyat, bir maqsadda birga jo'g'lashishga, shu orqali o'zimizning barlig'imizni saqlab qilish, avlodlarimizni yaxshi tarbiyalash, kelgusida vatanimizning ozodligi, xalqimizning mustaqil hurligi, dinimizning ustunligi uchun o'zimizni pido qiladigan, haqiqiy birlashgan, ittifoqlashgan, inoq bir ummat bo'lishga Alloh muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.